Tasavvur qiling, siz do'stingizga o'ta muhim sirni aytishingiz kerak. Lekin atrofingizda to'la dushmanlar. Nima qilasiz? Tarixda odamlar bu muammoni juda qiziq usulda hal qilishgan. Masalan, qadimgi Yunonistonda xabarchining sochini qirtishlab, bosh terisiga maxfiy xabar yozishgan. Soch o'sgach, xabarchi manzilga bemalol yetib borgan. Xabarni o'qish uchun uning sochini qayta olishgan xolos. Bu staganografiya, ya'ni ma'lumotning borligini yashirish san'atining ilk ko'rinishlaridan biri edi. Ammo staganografiyaning o'zi har doim ham yetarli bo'lmagan. Agar kimdir xabarni topib olsa, uni bemalol o'qiy olardi. Shuning uchun insonlar xabarning ma'nosini yashirishni, ya'ni shifrlashni o'ylab topishgan. Buning eng oddiy usuli Sezar shifri. Unda alifbodagi har bir harf ma'lum bir qadamga suriladi. Masalan, A harfi D ga aylanadi. Yuliya Sezar o'z sarkardalari bilan aynan shunday xat yozishgan. Vaqt o'tishi bilan shifrlash usullari ham murakkablashdi. Masalan, Vigenere shifri bitta surish qadami o'rniga maxsus kalit so'z yordamida harflarni har xil tartibda o'zgartiradi. Uni buzish Sezar shifriga qaraganda ancha qiyin bo'lgan. Yoki Affin shifrlash usulini olaylik. Bu yerda endi harflar quruq surilmaydi, balki maxsus matematik formula orqali hisoblab butunlay boshqa belgiga aylanadi. Shifrlangan xabarni qabul qilib olgan odam uni tushunishi uchun asliga qaytarishi kerak. Bu jarayon deshifrlash deb ataladi. Deshifrlash uchun sizga o'sha yopiq eshikni ochadigan kalit, ya'ni maxsus parol kerak bo'ladi. Hozirgi raqamli olamda kalitlar asosan ikki turga bo'linadi: simmetrik va asimetrik. Simmetrik shifrlash bu xuddi uyingizning eshigi kabi. Qulflash uchun ham, ochish uchun ham bitta va bir xil kalit ishlatiladi. Agar kalitni kimdir o'g'irlasa, xavfsizlik tugaydi. Asimetrik shifrlash esa pochtaning qutisiga o'xshaydi. Xat tashlash uchun hamma foydalana oladigan ochiq kalit bor. Lekin qutini ochib ichidagi xatni o'qish uchun faqat sizda bor bo'lgan maxfiy ikkinchi kalit ishlatiladi. Bu usul internetdagi xavfsizligimizning asosidir. Endi asosiy savol: agar bizda shunday kuchli shifrlash usullari bor bo'lsa, staganografiya nima uchun kerak? Yoki aksincha, staganografiyada ma'lumotni yashirsak, uni qo'shimcha shifrlash shartmi? Javob oddiy. Eng yuqori xavfsizlik ularning birga ishlatilishida. Agar siz rasm ichiga ochiq matnni yashirsangiz va kimdir bundan shubhalanib rasm ichini tekshirsa, siringiz fosh bo'ladi. Ammo siz avval xabarni kuchli asimetrik usulda shifrlab, keyin o'sha tushunarsiz qulflangan kodni rasm ichiga yashirsangiz, bu haqiqiy qalqonga aylanadi. Agar yovuz niyatli haker rasm ichida xabar borligini topib olsa ham, uning qo'lida shunchaki o'qib bo'lmaydigan, kalitsiz ochib bo'lmaydigan yana bir jumboq qoladi. Xulosa qilib aytganda, staganografiya e'tiborni tortmaslik uchun, shifrlash esa topib olinganda o'qitmaslik uchun xizmat qiladi.